ikinci yılı gençlik kanalımıza doğru ko'rsatamiz. Kanalda yangi bo'lsangizlar obuna olup bir like'lar bosib ko'raveramiz. Yangiliklar yetib boraman. Hamkorlikdan vaqt o'tib ketamiz. Nega so'z bugun ko'rasizlar. Xullas, yurtdoshlar, Paxtakada 350 kvadrat metr hovli joy sotiladi. 580 milliondan turibdi. Kelishida yeri bor. Remontdan bo'lib turibdi. Remont bo'lib turib 3 xonali foydalanmaydi ular. Shuning uchun ko'ringlar, suv, gazi bor. Kommentariyada to'liq videosini qoldirmaslik kezing, kelib ko'rib, ana egalari bilan gaplashib ko'rasizlar, kimga joy kerak bo'lsa. Xullas, Hamkorbank 1.263 ming so'mdan olib, 100 dollardan 1.273 ming so'mdan sotib turibdi. Rublni 150 dan oladi, 163 mingni adashmasam shundan sotib turadi. Keyin ne yesak? Adına cümle bozar. 1.260 tuttu, 1.265 ming so'm so'rabdilar. Sotilaşı 1.270 tuttu. Rublni 155 mingdan olib, 158 ming so'mdan sotib turibdilar. Tenge 24 ming so'mning tenge. 100 euromuz 1.300-1.350 o'rtalig'ida. Türk paramı 250 dan 300 ming so'm bo'lib turibdi. Ana şimdi yangilik bor. Bizga ishonmatinglar, like bosib, bizni sirli informatsiyaga yetib boramiz.